Qizlarjonlar, hozirgina shu slaysini ko'rib qoldim-da, slaysili bosonojkani sizlarga obzor qilib bergim keldi. Juda ham stili chiroyli ekan, ham yumshoq, kачественный oyoq kiyim. Xullas, rosa ham yoqimli oyoq kiyim ekan. Sizlarga ham yoqdimi? Bunichi rasvetkalari bor. Har xil turdagi variantlari bor-da. Modeli ham bor demoqchiman, rasvetkasi ham bor. Hozir yo'limdan chiqsa, obzorlarimiz davomida albatta ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'rasida bu qatorimizda juda ham ko'p bosonojkalar, ya'ni bahor va yozgi oyoq kiyimlarning turlari ko'p. Men tanlasanglar bo'ladi. Hermeslarimiz. Bularning hammasi Pekin fabrichniy qizlar. Orasida bitta dona ham ishlab chiqarish yo'q. Hammasi juda va juda chiroyli. Ma'mullar rosa chiroyli qizlar. U yerda Bagati turadi.